Yo'q, narx kanalimizning kechki bozorida uxlab qolmay qolgan akalarimizga Malibu 2 Premier avtomobilini ko'rsataman. 22-yil, почти 20 ni narxida ko'rsatsam nima deysizlar akalar? Rovni 100 mingdan ozgincha oshiqroq yurgan, ya'ni 108 ming yuribdi ekan. Motor ходовой частlar texnik hech qanaqa yo'q, mokri juda ham kam navolardan. Xo'p, kraskasiga keladigan bo'lsak, 3 ta detalda bor ekan. Bitta krilo, ikkita eshik, ikkinchi eshikka perexod o'tgan ekan, lekin hech qanaqa udar yo'q deyapti. Bemalol ko'rib, proverka qilib tekshirib olaverasizlar. Mana bunaqa 4 ta oyog'iga lasta balon taqib qo'yibdi. Beskruchoylari bor. Yuklar ishlab turibdi. Panoramичный salon holatlari mana. Matvi holatda, evakuatsiya polga tashlab qo'yilgan. Sidena abagoreflar bor. Salonlari lekin chotki bo'lib turibdi. Texnik hech qanaqa yo'q deyaptilar. Bemalol ko'rib, proverka qilib tekshirib olasizlar. 01 partiyada. Yo'q, narx kanalimizning kechki bozoridan o'zim olib, maza qilib minaman degan akalarimiz bor yo'g'i 21900 dollarga bemalol telefon qilib baraka qolishingiz mumkin. Bunaqa narxlar faqatgina yo'q narx kanal